Assalomu alaykum, hurmatli radio anglag'uchilar. Yoruq sayillar saytimizga xush keldinglar. Men mazkur saytining programma riyosatchisi Qutlan. Anglar men do'stlar. Tövəndə diqqətinizlər 20-ci əsr Uyğur tarixidəki böyük ictimai islohotchi, yeni ma'rifchilik harakatining bayroqdori, ma'rifatparvar mutafakkur Abduqodir Domollamning hayot yo'li va kurash musofasiga bag'ishlangan mazkur programmada bo'lg'ay. 19 əsrinin axırqı çarigida Qrim yerim orolidagi Baxçısarayda yondirilgan jadidchilik harakatining parlaq mash'ili uzun o'tmayla Rus va Xitoy mustamlikasi ostidagi Turkiston tuproqlarining zulmatlik tunlarini yoritishga boshlagan edi. Mana bu yoruqliq Sharqi Turkistondagi baldur qo'ygangan bir qism sarxillarda ijtimoiy islohot va zamonaviy ma'rif orqali millatni qudrat topqizish g'oyasini paydo qilgan edi. Abduqodir Domollam ana shu baldur uyg'ongan sarxillarning biri edi. U 1899-yili Buxoro madrasalaridagi uzunga so'zilgan o'qish hayotini tamomlab, Qashqarga qaytib kelgandan keyin millatni uyg'otishning mushaqqatlik yo'liga otlandi. Halbuki ayni vaqtda Qashqariyada davom qilayotgan zulmatlik siyosiy va ijtimoiy sharoit, shundoqla xalqning vujudini chirmib olgan jaholat uning bu ulug'vor g'oyalarini reallashtirishiga yo'l bermaydi. 1907-yili Abduqodir Domollam turlik to'salg'ularga qaramay Qashqarda yangicha maktab ochishga tavakkul qilgan bo'lsa-mu, ammo uning bu urinishi mag'lubiyatga uchraydi. Professor Olimjon Inoyat apandining ta'kidlashicha, shu qatim Abduqodir Domollam mutaassib ulamolarning mislsiz darajadagi besimiga duch kelib, oxiri o'zi ochgan maktabni taqab, vatanni vaqtliq tark etishga va chet elga chiqib ketishga majbur bo'lgan ekan. Abduqodir Domollam 1907-yili Qashqarda yangicha maktab ochgan va bu maktab mutaassib kishilarning qattiq qarshiligi va haqoratlari sababli Abduqodir Domollam yangicha dars o'tish usulini davomlashtira olmay, qaytadan shu kona usul bilan dars o'tishga majbur bo'lgan. Domollam maktabda kona usul bo'yicha dars o'tishga boshlagandan keyin burunqi izzat hurmati asliga kelgan. Buningdan bilishga bo'ladiki, islohot va yangicha ma'rif tuzumini yo'lga qo'yish unchalik oson bo'lmagan. Mutaassib kishilar bu yangi usul ma'rifga ozdirdi, dindan chiqirdi deb qattiq to'sqinlik qilishgan. Yangilikqa intilgan kishilar kafir deb haqoratlanadigan ahvol og'ir bo'lgan. Abduqodir Domollamning o'zi ochgan maktabni taqab qaytadan chet elga chiqib ketishida mushundaq ijtimoiy sabablar bor edi. 20-asrning boshlarida Sharqdagi nurg'un ellarda, bo'libmi musulmonlar dunyosida o'ttirg'a chiqqan har qanday bir ijtimoiy islohot va taraqqiyot badalsiz, qurbonsiz ham shavqunsiz bo'lmagan edi. Baldur uyg'ongan, mash'al ko'tirgan yoki o'z xalqiga sarki bo'lgan sarxillarning ko'pinchisi buyuk g'oyalari uchun hayoti bilan badal to'lgan edi. Amerikadagi yosh Uyg'ur bilim odamlaridan Taron Uyg'ur apandi jaholat va siyosiy zulmat qoplagan ayni vaqtdagi Qashqarda Abduqodir Domollamga o'xshash baldur uyg'ongan sarxillarning intoyin ozligini, yangilikqa va taraqqiyotga qarshi mutaassib kuchlarning ko'pligini, shundoqla Xitoy hokimiyati tarafidan kelayotgan siyosiy besimning intoyin kuchliligini alohida tilga oladi. Ayni chog'da Qashqarda Abduqodir Domollamdek fikri ochiq va ilg'or, nazar doirasi va bilim doirasi keng, shundoqla usuli jadid ma'rifini ilgari surishga iroda bog'lagan bilim egalari intayin oz uchraydi. Nodonlik, xurofot, shundoqla bekinmachilik cho'nqir yildiz tatgan ayni chog'dagi Qashqar jamiyatidan kimmi bundoq bir maktabni tezlikni qabul qila olishi, yangidan o'tkaza olishi notayin edi. Eng muhimi ayni chog'dagi mutaassib diniy kuchlarningki qarshiliklari va buning qo'shilib ayni chog'dagi ba'zi nufuzli jamiyatlarning o'ziniki shaxsiy manfaati va atalmish nom obro'yini qo'llash uchun bu xil harakatlarga jon-jahli bilan qarshi chiqishi, hatto zolim Xitoy hokimiyatigami bu xildagi harakatlar va maktablarni burmilab tashviq qilishi, chiqishi bu xildagi maktablarningki ichilishiga va taraqqiy qilishiga intayin cho'ng bir to'salg'i hosil qilgan. Yangilikqa va taraqqiyotga bo'lgan qarshilik qanchalik kuchli bo'lishidan qat'iy nazar, yangi davrning ufuq nuri ko'tarilgan 20-asrning boshlarida koni sistemaning
qetib qolgan qimmat qarashlarning va zamonga loyiqlashmagan fatvolarning davomliq tarajab turiverishi mumkin emas edi. 1905 yildagi Rossiya burja inqilobidan keyin Turkiston tuproqlaridagi usuli jadid maktablari tez sur'atda rivojlandi. Hatto ilgirki yillarda usuli jadid harom deb fatvo berishgan Buxoro ulamolari davrning o'zgarishi bilan usuli jadid vojib degan yangi fatvoni chiqardi. 1911 yilning oxiri G'ulji yo'li orqali chet el ziyoratidan vatanga qaytgan Abduqodir Domullam 1912 yilning boshlarida Qashqada tunji usuli jadid maktabini muvaffaqiyatli holda ochdi. Professor Olimjon Inoyat apandi buningdagi sabablarni mundoq 3 jihatdan tushuntirib o'tdi. Abduqodir Domollam 1911 yili vatanga qaytib kelib, Qashqarda usuli jadid maktabini ochgan. Uning bu qatim muvaffaqiyatli holda usuli jadid maktabi ocha olishida menimcha 3 sabab bor. Birinchisi, Buxoro mollalarining usuli jadid maktabini ochish vojibdir degan fatvoni berishi bilan yangi ma'rifga qarshilik ko'rsatkish kuchlarning burunqidek qarshilik ko'rsatilmaganligi. Yangi ma'rifda o'qigan bolalarning tez savad chiqarib, ham diniy ham fanniy ilmlarni burunqiga qaraganda texmo yaxshi o'qib tushunishi, gazet va jurnallarning chiqarilishiga boshlanib, xalqning ko'zining ochilishidir. Abduqodir Domullam 1912 yili Qashqada tunji usuli jadid maktabini ochgan vaqtlarda G'ulja, Cho'chak qatorliq shimoldagi bir qism shaharlarda usuli jadid maktablari allaqachon 10 yildak tarixga ega bo'lib qolgan edi. Ya'ni Musaboyevlar shuningdan 10 yillar ilgarilar chegara shahar G'uljada usuli jadid maktabini sinoqdan o'tkazgan va muvaffaqiyat qozongan edi. Bu haqda fikr bayon qilgan Taran Uyg'ur apandi yangicha maktablarning bo'libmi usuli jadid maktablarining qadimiy shahar Qashqada shimolga qaraganda kechikibroq echilishining tarixiy va ijtimoiy sabablarini izohlab o'tdi. Usuli jadid maktablarining Sharq Turkiston shimolidagi Uyg'ur yurtlariga qaraganda janubdagi Uyg'urlarning qadimiy madaniyat markazlaridan bo'lgan Qashqarda biroz kechikib echilishidagi sabablar bir qancha turlik bo'lib, bularni biz ayni chog'dagi siyosiy ijtimoiy havo, o'qituvchilar qo'shinining yetersizligi, xalqning qo'llashi shundaqla shu jamiyatdagi nufuzli yurtqatlarning qo'shiq tutgan pozitsiyasidan analiz qilib ko'rishimiz mumkin. Yosh tatar muxbiri Noshirvan Yavushovning ayni vaqtda Sharqi Turkistonda turib Shura, Vaqt qatorliq tatar matbuotlarga avatgan maqola va xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Qashqadagi tunji usuli jadid maktabi Damulla Abduqodir tarafidan 1912 yili ochildi. Professor Olimjon Inoyat apandi Abduqodir Damullamning bu maktabda shaxsan o'zining dars o'tganligini, o'qitishda fanniy darslar bilan diniy darslarning muvofiq turda tengshalganligini, o'qitish metodi jihatdan usuli savtiya, ya'ni Ismoil G'osparali Qrimda sinoq qilib muvaffaqiyat qozongan tez savad chiqarish usulining ishlatilganligini ta'kidlaydi. Abduqodir Domollam 1911 yili vatanga qaytib kelgandan keyin 1912 yili Qashqarda usuli jadid maktabi ochgan. Bu maktabda 3 oy o'zi bevosita dars o'tgan. Darsda shu diniy ilmlar bilan birga geografiya, matematika degandek fanniy ilmlardanmi savoq berilgan. İmtihan tüzümü yo'lga qo'yilgan. Dersler Uyg'urcha tushunishlik qilib o'tilganligi uchun unumi nihoyat yaxshi bo'lgan. Bu ahvol jamiyatda ijobiy ta'sir qo'zg'ab, burun yangicha maktablarga salbiy qaragan kishilarmi pozitsiyasini asta-asta o'zgartirishga boshlagan. Shunda qilib 1912 yilga kelganda Qashqa, Xucha, Yakan va Xotan qatorliq Sharqi Turkistonning janubidagi shaharlarda usuli jadid maktablari ochilishga boshlaydi. Bo'libmi Abduqodir Domullamning Qashqada tunji usuli jadid maktabini muvaffaqiyatli echishi Sharqi Turkistonning ayni vaqtdagi ma'rif taraqqiyotida zo'r voqea bo'ladi. Taran Uyg'ur apandi Sharqi Turkistonda Qashqa, G'arbiy Turkistonda Buxoroning O'rta Osiyodagi eng qadimiy islom markazlari bo'lishiga qaramay, bu ikki shaharda usuli jadid maktablarining boshqa joylarga qaraganda keyinroq ochilganligini, bundoq bo'lishining o'ziga xos tarixiy va ijtimoiy sabablari borligini eskartib o'tdi.
Sharqiy va G'arbiy Turkistondagi barliq yurtlarni solishtirgan chog'da Qashqar va Buxorodan iborat ikki joyda usul jadid maktablarining eng kechikib ichilishi hargizmi bir tasodifiy hodisa emas. Xuddi ayni chog'da Qashqar Sani Buxoro, ya'ni ikkinchi Buxoro deb atalgandek, bu ikki yurtning madrasalaridagi o'qitish shakli shundoqla darsliklarningki o'xshash bo'lishi bunday bir natijani belgilagan deb o'ylayman. Xuddi Abduqodir Domollam Bayon haqiqat nomli asrda ko'rsatib o'tgandek, Qashqarga yechilgan birdan bir yo'l g'arb tarafga, ya'ni Buxoroga tutadigan yo'l bo'lib, ilm va madaniyat almashtirish jihatda bu ikki yurtningki aloqasi alohida yaqin bo'lgan, toki shu usul jadid maktablari ichilib qadimki o'qitish usuli bilan yangicha o'qitish usuli o'tirsidagi talash tortish shundoqla to'qinish avjiga chiqqan vaqtlargacha bu ikki yurt orasidagi almashtirish bo'libmi o'qitish jihatdagi birdaklik bu ikki yurtningki usuli jadid harakatiga tutgan pozitsiyasidagi o'xshashliklarni keltirib chiqargan deb qarayman. Ya'ni har ikki yurtda mutassib diniy kuchlarningki asosininki intayin chang ekanligi bu ikki yurtdagi ijtimoiy siyosiy havoninki usuli jadid harakatiningki yildiz tashishi shundoqla tezdan bixlishiga intayin yomon ta'sir ko'rsatganligi mazkur natijaningki kelib chiqishiningki bevosita sabablari deb aytishga bo'ladi. Qadrlik radio anglag'uchilar, yuqorida Abduqodir Domollamning hayoti va uning kurash yo'liga bag'ishlangan maxsus radio programmasining 9 qismini diqqatingizga sundik. Bu vaqtdagi anglitishimizning oxiri davomli diqqatingizda bo'ladi. Programmani Qutlan tayyorladi.